Tayyor bo'ldingiz. Nima qilib tashladingiz? Men buncha yarki bu. Chiroyli, siz blogersiz, siz o'zgarishingiz kerak. Yarashib turibdi sizga. Vashshi to'liq, men bunaqa sharoitda o'zi yuradigan ahvolda emasman. Voy, nimaga? Qarang, chiroyli bo'ldingiz-ku. Nima qilib qo'ydingiz? Sal o'chirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Ozgina oling, bu vashshi katta, anaqa boy xotinlarga o'xshab qolibman-ku. O'zi sharoitim hozir yaxshi emas unaqa. Bo'pti, keling. To'yga borishda ahvolini qarang. Yaxshimi shu? To'q juda ham to'g'rimi? Hazillashdim. Rahmat, asalim, qo'lingiz dard ko'rmasin. Rosa yoqdi. Chiroylimanmi? Judayam. Zitagidan xolasiga o'xshab qoldimmi? Siz nima chiroyli qilyapsiz men opam? Ha? Chiroyli bo'ldingizmi? Opa? Cho zabardak. Nima siz chiroyli bo'lyapsiz? Siz nimaga chiroyli qilyapsiz men opamni? Ha? Qaysi duolaringizda bunaqa chiroyli bo'ladi deb so'radingiz? Ana. Ha? Молодец. Gulbahorxon, asalim, rahmat. Qo'llaringiz dard ko'rmasin. Mana bizga kelib qizlarni chiroyli qilib Gulbahorxon makiyaj qilib to'yga sochlarini chiroyli qilib ketyaptilar. Молодец. Hozir opashkani ko'rsatamiz. Qanday sopa? Charchamay yotibsizmi? Uncha chiroyli bo'lyapsiz. Mana narsalar bilan kelibdilar Gulbahorxon. Joning sog' bo'lsin. Voy, uyalchang qiz ekan. Ishlarini ko'rib chiqdik. Ishlari zo'r ekan. O'shanga chaqirdik-da. O'zi uyga kelib qilmasganlar. Endi biz majbur bo'ldik 3 kishi, 4 kishi. Shunga majbur chaqirdik. Mashinaga sig'masdik-da. Borgani. Men kattaman-ku. Ağlamın canını sen peşime bira Ağlamın canını sen peşime bira